Bu teatr ko'zgu, bu teatr jadidlarimiz aytgandek ibratxona. O'zimni hayotim teatrsiz tasavvur ham qila olmayman, to'g'risi. Men teatr shunaqa dargoh deb bilaman, tarbiya dargohi deb bilaman. Har bitta spektaklni katta saboq olasiz, katta dars olasiz. 27-iyunda meni shu teatrga qadam qo'yib bosib kelganimga ro'ppa-rosa 50 yil to'ldi. Meni o'zim shunaqa ustoz bo'la olmayapman. Men bo'la olmayman ham shunaqa o'shalardek ustoz bo'la olmayman. Har bir davrning o'z ovozi, o'z nafasi va qahramonlari bo'ladi. Ana shu ovozni avloddan avlodga yetkazib kelayotgan maskanlardan biri bu shak shubhasiz teatrlardir. Assalomu alaykum qadrli teletomoshabinlar, Ma'rifat Ziyosi ko'rsatuvining navbatdagi sonida Kattaqo'rg'on shahar drama teatri faoliyati haqida so'z yuritamiz. Biz boshladik. Asrlar davomida teatr sahnasi inson qalbining eng nozik kechinmalarini, jamiyatning dardu quvonchini, xalqning orzu intilishlarini o'zida mujassam etib kelmoqda. Shu bois teatr ma'naviyat beshigi, tafakkur va ibrat maktabidir. Bugungi kunda teatr nafaqat milliy dramaturgiyani rivojlantirish, balki yosh avlodni vatanparvarlik, insonparvarlik va ezgulik ruhida tarbiyalashdek muhim vazifani ham sharaf bilan ado etmoqda. Tomoshabinlar qalbidan joy olgan holda milliy an'analarimiz uyg'unlashgan sahna asarlarini namoyish etib, ijodiy parvozlarga qo'l urgan teatrlardan biri Kattaqo'rg'on shahar drama teatridir. Bir asrdan ortiq tarixga ega bo'lgan ushbu maskanda keyingi yillarda ijobiy va ijodiy sermahsullikni ko'rishimiz mumkin. Bugungi kunda Kattaqo'rg'on shahar drama teatrida 73 nafar xodimlar ishlaydi. Bunda ijodiy, texnik barchasi, rahbariyat. Oxirgi mana shu 1 yil davomida biz Kattaqo'rg'on shahar drama teatri ijodkorlari bilan juda katta muvaffaqiyatlarga erishdik va 1 yilda 4 ta spektakl sahnalashtirish kerak, lekin biz 1 yil davomida 8 ta spektakl sahnalashtirishga muvaffaqiyat bo'ldik. Nima uchun 8 ta spektakl sahnalashtirildi deyilganda, biz tomoshabinlarni takliflaridan ham ilhomlanib, takliflarini inobatga olib, biz tomoshabinlar uchun tomoshabinlarni taklifiga binoan chet eldan, respublikamizdan taniqli rejissyorlarni, dramaturglarni jalb qilgan holatda tomoshabinlarimizni taklifi uchun biz spektakllar yaratdik. Va 25-yilda, mana shu oxirgi 1 yilda biz viloyat hokimimizning tashabbuslari bilan, viloyat hokimimizning boshchiligida teatrimizda sahnalashtirilgan Imom al-Buxoriy va Sukarno deb nomlangan spektaklimiz bilan 25-yil aprel oyida Malayziya, Indoneziya, Dubay, Singapur, Tailand davlatlariga gastrol safariga bordik. Bunda viloyat hokimligidan ham bizga juda katta yordam berishdi. Va bu gastrol safarimiz shundan iborat bo'ldiki, Imom al-Buxoriy va Sukarno deb nomlangan spektaklimiz, ko'pchilik biladi, bu spektakl juda mashhur bo'lib ketdi. Indoneziya davlatida 2 marta biz premyeralarga bordik. Bu juda katta teatrimiz uchun yangilik bo'ldi desak ham bo'ladi. Chunki biz shunaqa katta davlatlarga mana shu oxirgi 1 yil davomida borib spektakllarni premyeralarini namoyish qildik. Navbatdagi premyeralarni. Va iyul oyida, 25-yil iyul oyida yana ularni Indoneziyadagi hamkorlarimizni, Indoneziya davlat organ xodimlarini taklifiga binoan biz yana navbatdagi premyeralariga borib, bu spektaklni 1 hafta davomida qayta namoyish qilib, premyeralarni o'tkazib keldik. Bugungi kunda ham katta proyektlarni boshlaganmiz. Chet ellardan rejissyorlar chaqirganmiz. Masalan, Turkiyadan rejissyor chaqirtirilgan va Jaloliddin Rumiy deb nomlangan spektaklimiz, Jaloliddin Rumiy hayoti haqida spektakl jarayonlari hozir boshlangan. Bunga bizning teatrimizning bosh rejissyori Qutlumurod Yakubov tomonidan sahnalashtirish jarayonlari borilyapti va musiqa muallifi, bastakorlarni Turkiyadan taklif qilganmiz. Turkiya bilan hamkorlikda va bu spektaklimizga adabiy maslahatchi qilib Qirg'iziston Respublikasida Bekjor Ahmedov degan jurnalist, dramaturg, professor u kishi. Shuni jalb qilganmiz, sababi Qirg'iziston Respublikasida Jaloliddin Rumiy fondini raisi u kishi. U kishini ham maslahatlarini olgan holatda, u kishi bilan hamkorlik qilgan holatda bu spektakl boshlaganmiz va spektaklimiz Jaloliddin Rumiy spektaklimizga badiiy rahbar, samarqandlik dramaturg, rejissyor ustozimiz Farmon aka Toshevni bu spektaklga jalb qilganmiz, chunki u kishini ham maslahatlari,
o'sha spektakl sahnalashtirish jarayonidagi o'zini fikrlarini berib boryapti. Bu borada shu ikkita davlat va O'zbekistondagi ustozlarimiz bilan hamkorlikda ish olib boryapmiz. Davlatimiz rahbari tomonidan teatr san'atini rivojlantirish, uning moddiy texnik bazasini mustahkamlash, ijodkorlarni har tomonlama qo'llab-quvvatlash hamda teatrlarning jamiyat ma'naviy hayotidagi o'rnini yanada yuksaltirishga alohida e'tibor qaratilmoqda. Amalga oshirilayotgan islohotlar natijasida yangi sahna asarlari yaratish va milliy dramaturgiyani rivojlantirish uchun keng imkoniyatlar yaratilayotgani quvonarli. Jumladan, Kattaqo'rg'on shahar drama teatri aktyori O'tkir Ochilovning joriy yilda Do'stlik ordeni bilan taqdirlangani teatr jamoasi uchun yuksak e'tiroflardan biri bo'ldi desak, mubolag'a bo'lmaydi. Mana hozir teatrimizda yana bir ajoyib spektaklga guvoh bo'ldinglar. Shunday. Mana tomoshabinlarni xursandchiligini ko'rdinglar. Ulardan motivatsiya olamizda, yana xuddi shunaqa spektakllar qo'yishga harakat qilamiz. Bundan-da yaxshi ijro etishga harakat qilamiz. Ukrainada turgan bu Do'stlik ordeni mana shu teatrimizda 2007-yildan beri qilib kelayotgan ijodimga, o'ynagan rollarimga prezidentimiz tomonidan berilgan e'tirof. Bunga xursandmiz, albatta chin yurakdan xursandman. Oilam bilan, jamoam bilan xursandman. Shunga munosib bo'lishga harakat qilamiz. Yanada bu endi bizga kuch-quvvat beradi, motivatsiya beradi. Xudo xolasa nasib bo'lsa, yaxshi asarlar qo'yishga, xalqimizning ko'nglidan yanada ko'proq joy olishga harakat qilamiz. Millatimizning g'ururi bo'lgan, tariximizning faxri bo'lgan Amir Temur rollarida ko'rganmiz. O'sha rolni o'ynaganingizda qanday bir hissiyotlar o'tgan sizdan? Men orzu qilgan ulkan bir jiddiy qahramon obrazi, millatimiz qahramoni aytganingizdek, buni hamma ham orzu qiladi, to'g'risi. Menga buni nasib qilgani shu ajoyib iste'dodli rejissyorimiz Ahmadjon Niyozov shu rolga meni loyiq ko'rganlar va men bu ishonchni oqlashga harakat qilyapman borgan sari. Hali ham men yaxshi o'ynayapman deb o'ylamayman, chunki buni yanada mukammallashtirib ketaverish kerak. Chunki bu ulkan bir qahramon, ulkan odam, u kishining qilgan ishlari, u kishini dunyo bo'yicha u kishining mavqeini his qilsam, men hali hech narsa qilmadim deb o'ylayman-da. Lekin mana yaqinda prezidentimiz qanday bir ajoyib gapni aytdilar. Ko'p imkoniyatlar yaratib berdilar va shu bilan birgalikda bitta ajoyib bizning ko'nglimizdagi gapni, g'oyani aytdilar, ya'ni milliy ruh g'oyasi. Biz komediya qo'yamizmi, tarixiy asar qo'yamizmi? Nima qo'yishimizdan qat'iy nazar bizning asarlarimizda milliy ruh sezilib turishi kerak va biz yoshlarga mana shu millatimizni tarixini, millatimizni dunyoda qanaqa o'ringa egaligini, uni mavqeini ko'tarishni tarbiya berishimiz kerak. Ularga o'sha o'zini tarixini o'zlariga ko'rsatishimiz kerak. Mana masalan komediya bo'lgan taqdirda ham, komediyada ham bizni milliy kiyimlarimizni olib chiqamiz-ku, milliy urf-odatlarimizni olib chiqamiz. Mana shularni yoshlarimiz ko'rib ulg'ayishi kerak. Bizni shunga hissamiz qo'shilishi kerak. San'at o'zi shu uchun xizmat qiladi. Shunday. Aktyor uchun sahna izlanish va mas'uliyatdir. U har gal sahnaga chiqayotganida ba'zan mehribon ota, ba'zan jasur sarkarda, ba'zan xalq dardi bilan yashayotgan ziyoli yoki hayot sinovlaridan toblangan inson obrazini yaratadi. Bunday obrazlar tomoshabinga faqat so'z bilan emas, balki nigoh, yuz ifodasi orqali ham ta'sir qiladi. Ba'zan aktyorning birgina nigohi sahifalar davomida yozilgan matndan-da kuchliroq ma'no anglatadi. Teatr sizning hayotingizda nima berdi va muxlislarga nima beradi? O'zimni hayotim teatrsiz tasavvur ham qila olmayman, to'g'risi. Chunki uyga borsam ham asarni o'sha dars qilaman-da o'quvchiga o'xshabda. Dars qilaman. Bu yoqqa kelsam kun bo'yi mana shu ijod bilanman. Hayotim mazmuni teatr. Kundan kunga yangiliklar chiqaveradi teatrda. Kundan kun bir yangi qahramonlarni taqdirini o'rganaverasiz. Bu insonni yashashga undaydi-da. Hozir biz teatrimizda endi biz ulkan bir maqsadlar qo'yganmiz. Yaqinda bosh rejissyorimiz Qutlumurod Yakubov bilan rahbarimiz birgalikda jamoamiz bilan Jaloliddin Rumiy asarini olganmiz. Bu chuqur bilim talab qiladi. Hozir tayyorgarlik jarayonlari ketyapti. Juda qiyin bo'lyapti, to'g'risi. Oldingi spektakllarda bunaqa
bunaqa bir qiyinchilik ko'p tug'ilmagan. Mas'uliyat Bunaqa talab yo'nalishdagi etadi bu. qiyinchilikda. Chunki bularni harakatlari ham boshqa, kiyinishlari umuman boshqa, yashash tarzi Koniyada yashaganlar boshqacha umuman, urf-odatlar boshqacharoq bo'lgan. Aynan mana shu spektaklda qaysi rol berilgan sizga? Men hozir Jaloliddin Rumiy rolidaman. Aha. Keksaligi. 3 kishi o'ynaymiz. Yoshligini bir yigit, navqironligini yana bir yigit. Habibulla Abdulla. Hozircha shunday planlamiz endi. Meni dadam til adabiyot o'qituvchisidir. Ochilov Umarqul aka deyishadi. Dadam meni yoshligimda menda ovoz borligini bilib, meni san'atkor bo'lasan o'g'lim. Sen hali xizmat ko'rsatgan artist bo'lasan, xalq artisti bo'lasan deb katta qilganlar. Doim mana shu motivatsiyada o'stirganlar meni. Dadamdan minnatdorman. Dadam umrlari uzoq bo'lsin, sog' bo'lsin, oyim bilan qo'sha qarisin iloyim. Ikkalalariga chuqur minnatdorchiligimni bildiraman. Shu dadam meni institutga olib borgan, o'sha payt madaniyat instituti. Madaniyat institutida 91-96-yillar o'qidim. Dadamni ko'magida, dadamni onasida. Ijod ahli inson qalbining muhandislaridir. Teatr esa hayot ko'zgusi. Uning tarbiyaga yo'g'rilgan saboqlari kishilarni odamiylik, ezgulik va yuksak ma'naviyat sari chorlaydi. Mahmudxo'ja Behbudiy ta'biri bilan aytganda, teatr ibratxonadir. Ana shunday muqaddas maskanda uzoq yillardan buyon samarali faoliyat yuritib kelayotgan aktrisa Gulbahor Mamedova teatr san'atiga bo'lgan sadoqati, sahnadagi sermahsul ijodi va yaratgan betakror obrazlari orqali tomoshabinlar e'tirofiga sazovor bo'lib kelmoqda. Bir paytlar Zibinisolar qo'ylardi, katta yorqin oylarda o'ynaganman. Zibinisolarda Schiller, Makr muhabbat, Shekspir asarlarida o'ynaganimizda 6 oylab ishlardik. Shu Zibinisonni hech esimdan chiqmaydi. Endi u yerda she'rlar bor edi. Masalan, o'sha universitetdan, Samarqand universitetidan professorlar, o'qituvchilar chaqirilardi. 6 oy, 7 oy, hattoki 1 yillabgacha ham ishlanardi spektakl. Bitta spektakl 1 yilgacha ham ishlangani esimda-da. Endi hozir unaqa emas. Hozir rejissyorlar keldi, masalan, taklif etgan rejissyoringiz aytaylik Bakudan keladi bizga, mana qaynonani qo'yganimizda, yo bo'lmasa Gruziyadan, yo Turkiyadan, yo Toshkent teatrlaridan kelgani, u unchalik emas. Eng ko'pi bilan 1 oy ishlashimiz mumkin, eng ko'pi bilan 20 kun ishlashimiz mumkin. Shuning uchun har xil jarayonlar bo'ladi-da, har xil. Agar o'sha obraz, rol, o'ynaydigan rolingiz aktyorga, menga yoqsa, men o'shani ichiga bir 15 kunda, 20 kunda kirib olaman. Kirib olamanda o'zimniki qilib olaman men. Agarda men o'shani o'rnida bo'lsam qilib olamanda, keyin mazza qilib haligi aktyor tilida aytiladi, "Voy, cho'milib o'ynadim" deydi-da. Bu degani mazza qilib o'ynaydi-da, bemalol o'ynaydi. Ana shuni cho'milib o'ynab ketadi-da. Mana shunaqa jarayonlar bo'ladi-da, har xil. O'sha savollar ko'p bo'ladi-da. Masalan, ona dunyoga 5 ta farzand keltirdi. 5 ta farzand tug'ildi deylik. Qaysi bittasini yomon ko'radi? Ayting. Bunisini, kattasinimi, kichiginimi? Qaysini? Shuning uchun biz qo'yadigan spektakllar, biz qo'yadigan obrazlar, o'ynaydigan obrazlarimiz bu bizani farzandimiz. Biza har bir spektaklni shu nimasida oxirida topshirganimizda yangi chaqaloq bilan tabriklaymiz degan so'z bor teatr iborasida. Tabriklaymiz, mana chaqaloq dunyoga keldi deymiz. Demak, bu yangi spektakl dunyoga keldi. Bizni yangi chaqalog'imiz dunyoga tug'ildi deymizda. Shuning uchun bu har bitta obraz, har bitta o'ynagan rolimiz bu bizga farzandimizdek gap. Shuning uchun, lekin shular ichidan ham bor shunaqa narsaki, mazza qilib o'ynaydigan, cho'milib o'ynaydigan, mazza qilib o'ynaydigan obrazlar bor. Masalan, men oxirgi paytlarda men uchun bu qaynona komediya, bu mazza qilib o'ynaydigan mana shu. Men oxirgi paytlarda nimagadir tragediyadan ko'ra, dramadan ko'ra menga ko'proq komediya yengilroq, menga yengilroq. Ba'zi birlar aytadi komediyani o'ynash qiyinroq deyishadi, lekin menga hozir oxirgi paytlarda komediya yaxshiroq. Tez. Endi tragediyani o'ynaganingizda, dramani o'ynaganingizga ichga beriladi, juda ham kuch talab qiladi. Komediyada unaqa emas. Shuning uchun
ko'proq komediyaning rollar hozir oxirgi paytlar menga yoqyapti. Bilasizmi, shu teatrda mana bugun 27-iyunda mani shu teatrga qadam qo'yib bosib kelganimga ro'ppa-rosa 50 yil to'ldi. Ana shu 50 yil ichida men 250 dan ko'p rollar o'ynadim. Men o'zimni juda ham baxtli aktrisa deb bilaman. Bilasizmi nimaga? Chunki men yoshlikda ham shunday teatrga kelganimdan teatr qahramoni deydi-ku, faqat bosh rollar o'ynaganman. Hozirgacha ham nimaga baxtliligim, hozirgacha ham mana shunday katta rollarni o'ynayman. Oyijon, sizga nima yetishmayapti bu uyda? Ayting, men yana nimalar qilay? Ha, sen ham haqsan, xotining ham haq. Ha, mana men tuhmatchi, g'iybatchi bo'lib qoldimmi endi? Ha? Oyijon, kim sizga tuhmat qilyapti axir? Bizga ham ozgina rahmingiz kelsin. Insof bilan gapiring-da. Ha, rahim, insof deysanmi? Ha? Hamma ayib mana meni o'zimda. Ha, men qayoqdagidir noma'lum avlodni qizini kelin qilib mana bu boshimga o'tkazib qo'yganimni o'zi meni xatoyim bo'ladi. Uni shayton basharasini ko'rishga ko'zim yo'q. Mana shu shaytonmi? Mana oyijon. Axir sizga Sevidan nima yomonlik qildi, oyi? Voy, ana u vizlaridan xuddi boshimda tegirmon toshi aylanadi-ya. Voy. Sevda! Bor mashinangni vaqtinchalik onnangnikiga olib borib qo'y. Xo'sh, oyijon, ayting. Yana nima istagingiz bor? Aytavering. Tomoshabinlar bilan juda ham ko'p uchrashib turamiz. Mana mahallalarda uchrashuvlar bo'ladi. Masalan, mana nimaga dam olish joylariga boramiz. Shu spektakldan keyin, spektakldan oldin o'tiramiz, savollar berishadi. Keyin maktablarga juda ko'p, kollejlarga, institutlarga boramiz. Butun dunyoda biz yuribmiz. O'sha Indoneziya, Malayziya, Tailand, bu anaqa o'sha Dubay deysizmi, Turkiya deysizmi, yo Gruziya. Men hozir hisoblab oxiriga yeta olmayman o'sha shaharlarni. Nechta shaharlarda bu qanaqa spektakllarni, o'shalarning asarlarini va o'zimizni asarimiz bilan boryapmiz. Turkiyaga turk asarini va o'zimizni asarimizni. Endi o'zbek asarlarini ham ko'rsatishimiz kerak. Masalan, Ozarbayjonga ham, xuddi shunday Gruziyaga ham, boshqa davlatlarga ham, Indoneziyaga ham borganimizda o'zimizni asarlarimizni ko'rsatamiz. Ko'ringlar, mana o'zbek san'ati nimalarga qodirligini, nimalar bo'lyapti hozir O'zbekistonda. Biza faqatgina yana spektakl olib borish bilan birgalikda biza ularni turizmga ham taklif etyapmiz. Turizmga ular Al-Buxoriy va Sukarno spektakli bilan bordik. Mana men 2 marta bordim. O'sha nimada Indoneziyada o'ynadim. Samarqand desiz Buxoriymi deydi. Hammasi Buxoriyni biladi, Al-Buxoriyni. Hammasi kelamiz, Al-Buxoriyni ko'ramiz, Al-Buxoriyni ko'ramiz. Biz turizmga ham chaqiramizda ularni. Biz ko'rdingizmi, san'at qancha nimalargadir kuchliligini, nimalargadir qodirligini ko'rsatyapmizda. Teatr sahnasida namoyish etilayotgan har qanday yangi asar tomoshabinni nafaqat fikrlashga, balki voqea hodisalardan to'g'ri xulosa chiqarib, mushohada yuritishga chorlaydi. Ayniqsa, tarixiy spektakllar ajdodlarimizning hayoti hamda boy tariximizni yoshlar qalbiga yanada yaqinroq qiladi. Teatrda muvaffaqiyat faqat aktyor mahorati bilan belgilanmaydi. Rejissyorning badiiy qarashi, rassomning didi, bastakor yaratgan musiqa, sahna bezaklari, chiroq ustalarining mehnati va sahna ortida fidoyilik bilan ishlayotgan ko'plab mutaxassislarning xizmatlari yagona maqsad sari birlashadi. Rejissyorlik, men o'ylaymanki, bu shu insonni qismati bo'ladi. Biz ulug' zaminda turibmiz hozir. Mana shu Samarqand zamini, Kattaqo'rg'on shahridan buyuk rejissyor, O'zbekiston xalq artisti, O'zbekiston san'at arbobi, barchamizning ustozimiz Bahodir Yo'ldoshevni bir kindik qoni to'kilgan zaminda turibmiz. Mana shu ham insonni hozir yelkasiga juda katta mas'uliyat yuklaydi. Ya'ni bu teatrda Bahodir Yo'ldoshevning onalari 40 yil direktor bo'lib ishlaganlar. Juda ham tarixan boy teatr, ulug' ustozlar ishlagan teatr. Men buni har bir nafasda his qilib turaman. O'sha mas'uliyat yelkamda turadiki, rejissyorlik har kuni o'z ustingizda ishlashni, har kuni bir yangilikka intilishni, har kuni bir chiqayotgan adabiyotlarni o'qishni, chunki rejissyor bir barcha sohalardan xabardor bo'lish kerak. Chunki sahnada har bir sohani bir insonini siz olib chiqasiz. Misol uchun prokurormi, shifokormi yoki haydovchimi, har qanday kasbni hayotini sahnaga olib chiqishingiz kerak. Qachonki o'sha
kasblarni siz ham ma'lum bir miqdorda bilsangizgina sahnada sahnalashtirilayotgan asar bir ishonchli chiqadi, tomoshabinni ishontiradi. Eng avvalo kasbimiz ham shundan iboratki, kelayotgan tomoshabinni ishontirish va ularni qalbiga yo'l topishdan iborat. Men o'ylaymanki, bugungi kun tomoshabinlariga ko'proq teatrga kelishlarini aytgan bo'lardim. Ko'proq teatrga kelgan insonlar men o'ylaymanki, farzandlari bilan kelishlarini istayman. Chunki teatrga kelgan inson bu teatr ko'zgu, bu teatr jadidlarimiz aytgandek ibratxona. Har bir kelayotgan inson o'zidagi yaxshi xislat va salbiy xislatlarni ko'radi va mana shunga bir chora izlab, mana shunga bir mana shu yomon xislatlari, salbiy odatlari bo'lsa, shuni tark qilish haqida bir o'ylab ko'radi deb o'ylayman va ibrat deganiki, mana shu kelayotgan har bir tomoshabin sahnada qo'yilayotgan spektakllardan ma'lum bir ma'noda o'zlariga kerakli ibratlarni olishadi. Bugun teatrda an'anaviy sahna asarlari bilan birga zamonaviy mavzular, ya'ni inson ruhiyati, oilaviy munosabatlar, yoshlar tarbiyasi va jamiyat taraqqiyotiga daxldor dolzarb masalalar ham spektakllar orqali yoritilmoqda. Bu esa teatrning bugungi kundagi hayotiyligini va jamiyat bilan uzviy bog'liqligini yana bir bor namoyon etadi. Nimanidir kechagisi yaxshi, nimanidir bugungisi yaxshi. Kechakidan saboq olganmiz, kechakidan. Kecha tarix bu. Biz tarixni bilmay turib, tarixni o'rganmay turib, tarixni sevmay turib, biz bugunni yarata olmaymiz. O'sha tarixdan nimadir olganman men ustozlarimdan. Bahodir Yo'ldoshev, O'zbekiston xalq artistining onalari, O'zbekiston xalq artisti Soraya Miliyeva meni ustozim bo'lganlar. Shu teatrda 28 yil rahbar bo'lib ishlaganlar, ham rahbar bo'lganlar, ham mana bu sahnada birga rol ijro etganman men. Ustozimdan. Shu meni shu yerda qolib ketishimga ham ana shu ustozim sabab bo'lganlar. Men Samarqandlikman. Samarqand teatri meni shunaqa taklif etgan, o'sha yerda ishlashim mumkin bo'lgan. Men institutni bitirib shu yerga kelganmiz. Kelgandan uylab bergan, 3 xonalik uylab berganlar. Shu yerda to'ylarimiz bo'lgan. Shunaqangi bizani kaflarda ko'targan. Bunaqa ustozlar, men bilasizmi, hozir bunday deyman. Meni o'zim shunaqa ustoz bo'la olmayapman. Men bo'la olmayman ham shunaqa, o'shalardek ustoz bo'la olmayman. Chunki bilmadim, ular boshqacha edi. Yoshlarga aytaman, qani hozir tug'ilsamidi deyman. Hamma sharoit bor-da. Hamma sharoit yaratilgan sizga. Mana qaysi rolni o'ynayman desangiz, o'qiyman desangiz, voy shunaqa festivallar, voy shunaqa kinolar, shunaqa seriallar, shunaqa narsalar endi. Qani hozir mana bunaqa paytda qani hozir tug'ilsamidi deyman. Ba'zi bir paytda ularni, u ustozlarni eslayman-da. Hozir yoshlarga hamma narsa bor. Mana hozir qarang, oxirgi qarorlarni. Mana shu prezidentimiz san'atkorlar bilan uchrashdilar. Uchrashib qanaqa yaxshi fikrlar, san'atkorlar uchun, biz uchun har tomonlama mablag'mi, ma'naviy tomondanmi, har tomonlama bizlarni yuksalishimizda. Qarang, oddiy, hozir hattoki shu prezident oddiy tomonini ham o'ylayapti, san'atkor. Qaysi tomoni deng? Oddiy tomoni. Mana masalan Toshkentdan kelib ishlayapti. Bir san'atkor, bu ijarada turadi. Shuni ijarasiga ham hattoki pulni o'sha ana to'lab beryaptilar. Qarang. Har tomonlamada qanaqa unvonlar hammaga. Bu nima o'qishga yuborishlar, mana sirtqi bo'limlar ochib berdilar unda. Hamma bolalarimiz sirtqi bo'limda o'qib keldi, oliy ma'lumotli bo'lib keldi-da. Har tomonlama hozir qo'llab-quvvatlash bor. Qo'llab-quvvatlash birinchi darajada bo'lyapti-da. 10 yil ichida nechta davlatlarga bordik biz. Oldin bunaqa narsa yo'q edi. Qatga chiqardik oldin. Xo'p, Qozog'istonga, Qirg'izistonga, yo mana Tojikistonga borardik. Eng ko'pi bilan Bashkiriyaga borganmiz. Uni ham mustahkarimiz 80 yilligiga mustahkarimizni taklif etgan, o'sha oy tutilgan tunda borib o'ynab kelganmiz 88-yilda aytaylik. Mana prezidentimiz kelgandan beri butun davlatlarga bemalol boryapmiz, kelyapmiz, o'ynayapmiz. Ular bilan memorandum tuzyapmiz. 25 ta davlat bilan memorandum tuzilgan. Hozir mazza qilib ishlaydigan paytda rahmat deb aytaman shuning uchun prezidentimizga. Tomoshabin uchun spektakl 2 yoki 3 soat davom etishi mumkin, ammo teatr jamoasi uchun bu mehnat har kuni davom etadigan ijodiy jarayondir. Har bir yangi asar yangi izlanish, yangi mas'uliyat va yangi sinov demakdir. 2004-yil aprel oyida kelganman.
teatralniy institutimizni san'at oliygohini tugatib kelganman. Birinchi kelganimda endi men rahmatli ustozlarimiz ko'p edi. Zayniddin Omonov, o'sha paytda rejissyorlar, Ibrohim Nurmonov, san'at arbobi edi u kishilar, ajoyib insonlar. Teatralniy institut tugatib kelganimdan keyin o'sha yoqdan men endi yulduz bo'lib kelganman. Osmonlarda uchib kelganman, boraman, menga bosh rollarni beradi, men bosh rolni o'ynayman deb kelsam, endi teatr yosh tomoshabinlarga spektakl qo'yiladi. Bir ertak tomosha spektaklimiz bor, hozir ismi yodimda emas. Menga eshak rolini bergan. Endi ichimdan shunaqa bir qarama-qarshilik chiqdi-da. Spektakl boshlandi, o'ynash boshladi, repetitsiya jarayonlari boshlandi. Ichimda endi shunaqa qarshilik bor-da endi. Chiqara olmayapman, endi o'ynagim kelmayapti. Aktyorlar ko'radi, rejissyorlar keladi. Bu aktyor o'qimabdi-da deydi. Hech qachon Toshkentdan yaxshi aktyor keladimi dedi. Dabdala ekan, hammasi nima desa dedi. Spektakl topshirdik, yaxshi o'ynay olmadim. Chunki ichimda qarama-qarshilik bor. Undan keyin Aziz Nesinni, mashhur dramaturg Aziz Nesinni asarini oldik. Soqchi qaroqchi ayg'oqchi degan. O'sha spektaklda menga bosh rolni berishdi. O'g'rini rolini berishdi. O'g'ri ham qanaqa endi? Och nahor bitta nonni o'g'irlaydi-da endi. O'shani o'limga buyuradi. Ushlab qochadi endi. O'shanda bosh rolni o'ynab, respublikada birinchi o'rin olganmiz. Yigitga yo'llanma olganmiz. O'sha paytida ochilganmizda endi aktyor haqiqatdan demoqchi bo'layotgan narsam bu gaplar nimaga aytyapman? Aktyor toblanish kerak. Har qanday rolni ijro etish kerak ekan. Men teatrni shunaqa dargoh deb bilaman. Tarbiya dargohi deb bilaman. Men kelgan paytimda yerga ursa osmonga sapchirdim. Shunaqa sho'x edim. Lekin shu yillar davomida teatr shunchalik tarbiyaladiki, haqiqatdan asta-sekin insonlar safiga qo'shilib borasiz. Har bitta spektaklni katta saboq olasiz, katta dars olasiz. Kelgan tomoshabin spektakl kelsa, quruq chiqib ketmaydi-da. Nimadir o'zi bilan olib chiqib ketadi. O'shanda spektakl haqiqatdan haqiqiy spektakl bo'ladi. Kelib tomoshabin o'zi bilan nimadir olib ketmasa, u spektakl emas. Teatr insonni mushohadaga chorlab ma'naviy kamolot sari yetaklaydi. Sahna chiroqlari o'chishi, parda yopilishi mumkin, ammo unda aks etgan hayot, aytilgan haqiqat va tomoshabin qalbida uyg'ongan tuyg'ular yashashda davom etadi. Eski teatrda ham eslab olaman hammasini. Berla ayvonida Sora Meliyeva, Shirin Meliyeva meni ammam bo'ladilar. Shu kishi meni katta qilganlar. Turmushga chiqqanimcha o'sha xonadonga katta bo'ldim. Bizning hovlimizga Nabrahimovlar, Olimxo'jayevlar, Tamaraxonimlar, Yodgor Sadiyevlar, Said Ahmadlar, Turobdular, Komil Yashin hammalari mehmon bo'lganlar. Menga juda ham bilasizmi, ularni eslayman, o'tmishlarini eslayman. Menga qanaqadir zavq beradi. Mana hozir ham keldim, o'tirdim men. Bilasizmi, o'zim yoshligimni, xudo xayolimga yonimga shu katta ham o'tirganday, Bahodir akam kelib yurganlari, hammamiz yerga shu kirib chiqqanlarimiz ko'p esladim. Har kirganimga eslayman, har kirganimga. Juda ham bir ajoyib hayotlar o'tgan bu yerdan. Kelinlar qo'zg'olon ko'proq eslayman. Chunki o'zim o'sha kelinlar qo'zg'olonini, Farmon Bibini anasini u kishi pechat qilib berganman o'yga o'tirib. Yodlashlari qiynaldilar. Men yodlab olardim-da, akam shu postanovkani kelib qo'ydilar, Bahodir akam. Sherga rejissyorlik qildilar. So'ng men o'tirib, endi ko'p menga qarab o'tirardilar. Men ba'zan aytaversam, men chuqur o'ygan vaqtlar ham bo'lgan akamni-da. Ayam o'zlari aytish kerak, sen emas bergan deb. Hammasi ko'p narsani bergan. Mana Ro'ziyev, ba'zi rejissyorlar bo'lganlar, Xolisxonni eslayman, qo'yganlarini. So'ng Boylar xizmatchini qo'yganlarini eslayman. Berga Ramat aka bor edilar, yo'lchini o'ynardilar, eslayman. Hozirgi postanovkamiz, hozirgi yoshlarga taalluqli ishlayotganlarni mana ish jarayoni qanday olib borish kerak, o'tirgan boshliq qanday tutumi ko'rsatilgan bu yerga. Hozirgi yoshlarni qanday o'zlarini ushlab, qanday ish vaqtiga o'zlarini ish vaqtini olib borishni ko'rsatib berganlar. Juda chiroyli postanovka qo'yganlar. Mana bugun Kattaqo'rg'on shahar Majlidiy teatrida yoshlarning bo'sh vaqtini mazmunli o'tkazish maqsadida dolzarb 90 kun loyihalarimiz mavjud. Mana shunaqa ma'naviy ma'rifiy tadbirlarga, nafaqat bu sport tadbirlarini, ma'naviy ma'rifiy tadbirlar bu mana shu asosan teatr
deb hisoblayman. Mana shunaqa tadbirlarda mana shu yoshlarimiz mahalladagi avvalambor uyushgan va uyushmagan yoshlarimizni ko'proq jalb qilsak bu maqsadga muvofiq bo'ladi. Bu borada shu yana bir narsani aytib o'taman. Mana shu jinoyatchilikning oldini olish bu birinchi o'rinda. Hozir bizning maqsadimiz, chunki yoshlar o'rtasida juda ham o'zi bu keng muammomiz, keng qamrovga ega. O'shaning uchun mana shunaqa sport va ma'naviy ma'rifiy tadbirlarga jalb qilsak, anchagina jinoyatchilikning oldini olgan bo'lamiz. Hozirda dolzarb 90 kun agar oladigan bo'lsak, juda ham hozir mana shu yoshlar mahallamiz o'rtasida mana shunaqa tadbirlarimizni o'zi keng olib boryapmiz. Mahallaning hududida ham maktablar bilan, keyin ma'naviy ma'rifiy tadbirlar bo'ladigan bo'lsa, maktablar bilan birgalikda juda ham faol olib boramiz. Hech kimga bu sir emas. Hozir ta'til, 3 oy ta'til davomida mana shunaqa yoshlarning ham barchasini mana shu ma'naviy ma'rifiy tadbirlarga jalb qilib kelmoqdamiz. Bu juda ham katta o'ringa hozir ega. Teatrda avvalambor qaysi bir o'sha sahnadan qat'iy nazar yoshlar har biri o'zi uchun kerakli o'sha xulosani chiqarib olishadi. O'sha mana agar mana bundan oldin bir jadidlarni agar misol keltiradigan bo'lsak, jadidlarni mana yaqinda teatr namoyishi bo'ldi. Bunda bu o'zimiz tariximizni, jadidlarimizni bilish, ularni mana shu qanaqa iz qoldirganligi, qanaqa hissa qo'shganligi, mana shu tomonlama ham bilim, ham o'zlariga kerakli xulosani chiqarib olish. Ya'ni bu jadidlar bizlarning qahramonimiz degan tushuncha uyg'otiladi. Kattaqo'rg'on shahar drama teatrining boy ijodiy an'analari, fidoyi ijodkorlari hamda bugungi kunda amalga oshirilayotgan ijobiy o'zgarishlarni birgina ko'rsatuv doirasida to'liq yoritish albatta mushkul. Zero, bu dargohning har bir sahna asari, har bir ijodkor va har bir yutug'i alohida e'tiborga loyiq. Shunday ekan, teatr hayoti, uning ijodiy izlanishlari va yangi sahna asarlari haqida navbatdagi ko'rsatuvlarimizda ham batafsil so'z yuritamiz. Bir so'z bilan aytganda, bugun Kattaqo'rg'on shahar drama teatri sahnasida ijro etilayotgan har qanday yangi asar, yaratilayotgan har bir obraz milliyligimizni asrab-avaylash, ma'naviyatimizni yuksaltirish hamda tomoshabinlar qalbiga ezgulik urug'ini qadashga xizmat qilmoqda. Siz yaqin daqiqalar oralig'ida Ma'rifat ziyosi ko'rsatuvini tomosha qildingiz. Keyingi dasturlarimizga qadar ko'rishguncha, xayr, salomat bo'ling.